Mashallah akalar. Mana sigiri zo'ra. Yo'qligi zo'r ekan Azbek aka. Vaqti zo'r. Tepsa bepul zatadi. Sani yurishlaringdan baxti yorib qo'yibdi-yu bu. Akalar, yonida bola, qornida bola, shvedlardan. Surpriz mo'jasiz. Og'onan sirasi foydaga ketar ekanda. Biz obunachilarimiz patishga qilayotgan akalarimga bir yutuqli o'yin tashkil qilsak. Nima deysiz? Hali bo'laveradi. Xo'p, shu video ostida 500 ta like, 500 ta kommentariy bo'lsa, bir qanaqadir summa qo'yaylik, yutuqli baxtli insonga nasib qilsin. 1 million so'm qo'yaylik Jasurbek. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'yinning ingichka sunashga rasmiy so'raganiga bolasi gibrid buqacha. Ikkinchi sigirimiz, hurmatli akalar. Mana. Yeriga yaqin suti ko'p sigirlar. Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, chorva sevar insonlar. Bugun sizlarga 6 bosh sigirlar zo'rlardan ko'rsatamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasi. Azbek akamizning fermalaridamiz. Akalar bu yerda sotiladigan sigirlarimizdan bor. Ishonarli sanada sinalgan joydan fermabop, ro'zg'orbop, xo'jalik boblardan bo'ladi. Pullari yengil joydan taqdim etamiz. Akalar video boshida mehnatni qo'llab qolagan holatda va Azbek akamiz mehnatni qo'llab qolagan holatda bir shuni ko'rishga like'larni bosishni iltimos qilamiz. Like bosib tekin bepul pul menga va'da bermaydi, bizga ham bermaydi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rishi uchun kerak xolos va bizni kuzatib turgan insonlar ekran ostida podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi. O'shani bosib qo'ysangiz biz kirib borayotgan video sizlarga muntazam SMS tarzida borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Akalar, sigirlar ishonarli joydan, xudo xolasa o'zim ham qishlog'im bitta joydamiz. Yaqin akalarimiz fermalardan ko'rsatyapmiz. Xotirjam kelib usta savdolashib olaverasizlar. Aytilgan narxlar magazin emas, kami bor, kamisilardan kelishtirib, savdolashib, tushirib olaverasizlar. Asosiysi sutlanishda sigirlar zo'rlari. Assalomu alaykum Azbek aka. Assalomu alaykum. Akadan yaxshimisiz? Sizimsiz? Sog' yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Obunachilarga salom. Rossiyadagi musofirlarga salom, sinfdoshlarimga alohida salom. Gap yo'q. Sog' salomat yetib kelibsan. Akajon, sotuvda 6 bosh sigirimiz bor hozir. Xo'p. Video boshida so'raydigan narsalarimiz, yemasa, ichmasa, ustat tepsa, kasal nuqsoni bo'lsa, qanaqadir aybi bo'lsa, nima aybi bo'lsa, mollar bizniki besh olajasiz. kelib usta ko'radigan yana xursand bo'lamiz. Yana yaxshi bo'ladi, ketsa sinab ko'rib olsa. Asosan ko'ryapman, mollar yosh mollar ekan bu yerda. Yosh mollar. Yosh mollar. Bitta oyog'idan ma'lumot beraveramiz a. Azbek aka, biz obunachilarimiz patishga qilayotgan akalarimga bir yutuqli o'yin tashkil qilsak. Nima deysiz? Hali bo'laveradi. Xo'p, shu video ostida 500 ta like, 500 ta kommentariy bo'lsa, bir qanaqadir summa qo'yaylik, yutuqli baxtli insonga nasib qilsin. 1 million so'm qo'yaylik Jasurbek. Bo'laveradimi? Bo'laveradi, ashna qilamiz. Kartasiga tashlab beraveramiz. O'sha siz aytgan 500 ta like kommentariya bo'lsa, kartasiga tashlab qo'yamiz, sizga chiqsin, siz aytasiz. Xo'p, bo'ladi. Akalar, like bilan podeshkada bo'ladigan insonlarga ham mana yutuqli o'yinlarimiz boshlandi. Bismillah akalar, birinchi sigirimiz. Bo'yinning ingichka sunashga rasmiy so'raganiga bolasi gibrid buqacha. Yetaladi. Jasurbek yoshini so'raganlarga bu birinchi bolasi mana. Birinchi qorangami? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bo'ladi. Ko'rsatamiz hozir. Birinchi qoringa bo'ylari akalar. Xo'p, 1.30 atrofida. 1.30dan balandroq. Mana qarang, voy chiroyligini. Sizga bir urinib ko'raylik-chi. Xo'p, bo'ladi. Siz ochib turing, bolasi ko'taring, o'zi tushib oyalayapti. Ko'taring. Bolasi buqacha. Bolasini ovoz. Necha kunlik bo'ldi? Bolasi Jasurbek 10 kun bo'ldi. 10 kunlik bo'ldi. Mana sigiramiz. Kuraklari Mana ko'ring. 2 dona akalar, 2 dona kuraklari ekan. Bular 1.30 plus 1.35 atrofida deylik bo'lsa. Sutanlari 4 joyda. Qancha suti bor? Jasurbek buni suti 14 litr. 14 litr suti bor. Vahima qilib 18 ta 20 ta kerak yo'q. Bormayman. 14 ta sutga. Birinchi bolasiga bola buqacha. Bolasini o'rcha. Yoshliklari mana. Sutanlari oq yelin. Akalar, mana bakka qaranglar mana. Bak, nima deyapti? Onasi yelkasini oldiga boring bolasini. Bo'ldi, to'xtat uni. Azbek aka, narxlari nechi pul? Bu shoxga tushmagan jonivor. Qancha? 29 million kami bor. Kami ko'p. Kami ko'p. Dastavkasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bepul. Biz obunachilarga kelishtirib yana beramiz, kamini qilib beramiz. Ha? Hali shu kami bor. Telefon qilishaveradi, kelishaveramiz. 127 larga nima deysiz? Necha qo'shing Jasurbek? Necha qo'shaymi? Necha qo'shing? 500 qo'shdim bo'lmasa. 27,5 ga. Butun qo'shing sizlar endi. Bitta, men yaxshi gapiryapman, baja yerga urmadim. Endi molga qarab turib savdo qilamiz, hamma ham. Hali past so'ragan oladi. Qo'shing Jasurbek. 27,5 ga. Nima deysiz? Qo'shingcha. Siz aytingchi bo'lmasa? Bolasi gibrid mana. Bitta narx aytingchi.
29 dedim-ku. Yo'q, yana undan tashqari. Ha. 500 ming yana o'tib. Ana men 500 qo'ysam yo'q deysiz. Dadil o'tingsiz ham bo'lmasa. 500 ming ham yaxshi. Hozirgi. Men ham qo'yishdim-ku. Dadil gapiring. Bo'ldi 500 ming tushdi. 8 ga berasizmi? 28 ga. Kamroq berasizmi? 28 ga dastlabki-yu. Ha, bo'pti. Bor aka. Akalar 28 million so'mga. Kamsizlardan yaxshilar savdolashganga 500 ming 1 million churiziga va shuning uchun men har gal aytaman, telefon qilinglar. Savdosini qilib olinglar. Ikkinchi sigirimiz hurmatli akalar. Mana yeriga yaqin suti ko'p sigirlar so'raganlarga. Vassan yurishini ham bolasi juda mehribon ekan. Qo'ying bolasi, qo'ying. Bakda qaranglar akalar, mana hosil. Suti ko'plaridan, storlaridan, bolasi novvoslaridan. Bolasini o'zi yushingda Azbi aka, yoningizda tursin. Ha, yoningizda tursin. Mol bolasiga rosa talpin ekanda jono. Bo'ldi. To'xtadi. Ha. Bola buqacha. Bolasini novvoscha. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa bu jasi. Ikkinchi qoringa bola buqa. Bolasini novvoscha. Qancha sutga beramiz? 15 litr sutga behijolat olishaversan. 15 tagami? 15 litr. Sigir zo'r ekan, omon lekin. Yaxshi boqsa qo'shadi omon. Aha. Bolasi yangi-ku. Yangi. Ha, tutamlari to'g'ri joyda. Ha, bo'ylari akalar 1.25 plus minus. Lekin uzunligi uzun, kengligi keng mol ekan. Keyin u kalla tuzlar, surak tuzlar ham chiroyli mol ekan. Sifati zo'r. Ha. Yaxshi. Moli zo'r. Qancha sutga? 15 litr sutga behijolat jasi. 15 tagami? 15 taga. Yaxshi. Oshirib Sutlari yaxshi. beradi omon. Sutlari yaxshi ekan. Narxlar necha pul qo'yib beramiz biz kuzatuvchilarga? Arzon. Zanidan kelib bitta sog'ib bergan. Ha, sekin. Ha, yoshliklar aka. Hozir bir qator sog'inlarni ham ko'rsatamiz. Bo'ldi, sog'ing. Ushlab ko'rsating bo'ldi, yetadi. Necha pul narx qo'yamiz aka? Bular nima Jasurbek? Ha? 31 million kami bor. 30 million kam bor deng. Ha, bo'pti. Bo'pti. Bo'pti, bor. Bor aka, joq qiynamaylik. Bo'ldi. Bu quyoshda. 30 ga o'tib berasiz, ha? 30 ga o'tib beramiz. Ha, bo'ladi. Ketdik. Hurmatli akalar, magazin narxi bor, har gal aytyapman. Savdosi bor, kami bor, kami sizlardan. Mana o'zingiz xolis, ko'zingiz xolis guvohi. Mana bir malga tutdi mana. Aha. Chakki bolasini. Ha, bolasini orqasidan qo'ymas ekan. Buni qarang. Ha, bu dumlasa sig'maydi, yura olmaydigan bo'lib qoladi. Shotaga sig'maydi. Zo'r. Akalarim bolasi novvos bo'lsin, stor bo'lsin, olaqara bo'lsin degan. Mana. Sani yurishlaringdan bakti yorib qo'yibdi-yu bu. Qo'yinchi bolasini. Ha, buqacha. Dadil. Rangi toni tinig'idan so'ragan ekan. Azbek o'zi sho'ring. Ikkalasini. Bo'ldi. Mana sigirlarimiz. Bir qator aylantirib ko'rsatamiz. Nechinchi qoringa bu sigirimiz? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Qancha sutga beramiz? 14 taga olishaversin. Ikkinchi qoringa 14 ta sutga. Bolasi novvos. Novvoscha. Ha. Bakda qaranglar. To'rt son, to'rt burchak. Chiroyli mol ekan. Go'zal mol ekan, chiroyli. Assalomu alaykum do'stlar, kelyapsizmi? Aka yaxshimiz? Yaxshi. Rahmat ularga. Yo'ldoshlarga hammasiga salom. Qo'yapsizlarmi? Ha. Olisdan zo'r mollar degan. Chempion sigirlar. Chempion sigirlar. Jasurbek bu mollarni bitta tomondan aytaymi? Aha. Birinchi qo'l mol dehqonni uyidan to'g'ri kelgan. Bozor ko'rmagan. Bozor ko'rmagan, keyin yelini bor-u, dim ko'rmagan. Bozorga hamma dimlab olib chiqadi. O'zimizdan dimlab olib chiqamiz bozorga. Aha. Ular umuman dim ko'rgan yo'q-da. Dehqondan dehqonga bular ekan, pashti. Dehqonga bo'lsa yana yaxshi. Yaxshi. Xo'p, suskalari 4 joyda. 14 ta sutka, bolasi buqa. Bolasi novvos, 14 ta sutka. Azbek aka, Evet. qancha? Jasurbek 33 million kami bor. Anu ola bilan bir qilsak bo'lmaydimi ikkalasini? 30 millionmi? Ha, jupiga. Ya bu endi molga qarab so'ravering-da, mol boshqa. Mayli, bu 31 million bo'lmasa. Ya'ni ichak qo'shasiz endi. 30 ga 31, ikkita olaga, dastavkasi voydi bo'ylab. Jup olganga, yak olganga o'zi savdosini qilib olsin. Ichak qo'shing Jasurbek. Ha, xo'p, dem bitta men ham so'radim. Aytganingiz bo'lyapti-da, mana ikkitasiga ko'p dedim. Ha, mana man tomonga ham yo'ling ichak. mana yerga urganim yo'q. Foyda qilish kerak-ku. Ha, 500 qo'shdim, bo'ladimi? Yana ichak qo'shing bo'ldi. Ha, yetadi. Doston aka yetadimi? Bo'ladi. Olisi 31,5 kami bor. Ha. Akalar 31,5 kam bor. Savdosi bor. Savdosi sizlardan.
tar sotamiz bizdan. Ushlab turish emas. Maqsad sotish. 20 litrga chiqadi suti. Boqsa, xudo xolasa, qarovga qarab. Mana shu bolani o'zi akalar ko'ryapsizmi? Dadil o'ynab turibdi. Shuni o'zi oqlaydi. Chiroyli qilib boqinglar. O'shanga yarasha sutdan qizarmasdan rejimli sutda emdirib tursalaringiz, bo'zaychani o'zi ha demay akalar, 6 oylik bo'zaycha shunaqa 15 million atrofida bo'lyapti-da. Hozir ertaga yana qancha bo'ladi, xudo bo'ladi 6 oydan keyin bu. Shuni hisobiga novoz bo'l. Mashalloh akalar, mana sigiri zo'ra. Ko'rishni qaranglar. To'rson to'r burchak. Yirigidan ha. Ha? Opa, bolasi ham ichib ketdi dadir. Bunaqa nimalar yo'q, mana qaranglar. O'ynashini. Hurmatli akalar, necha kun bo'ldi bu? To'rson mollar, hammasi to'r burchak. Necha kun bo'ldi bolasi? 1 kunlik bo'ldi Jasur. 11 kunlik. Ha, bu nechinchi bolasi? Bu nechinchi bolasi bu? Bu ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasiga. Suti qancha buni? Jasurbek 17 ta sog'yapti. 17 ta sog'yapti. 17 litr bexijolat o'lchayapti. 17. Zo'r. Bolasi 10-chami? Bolasi unajim buni. Yaxshi moldan 10 qolgan yaxshi. Shunaqa zo'r sigir bo'ladi, xudo xolasa bu ham. Sigiringiz juda ham chiroyli ekan. Ko'rsa emasdan yaxshi solgansiz qilsan. Bo'lar akalar 130 atrofida. Lekin to'r burchaklik, kalla, shox, suyak tuzilishi hammasi idealniy darajada. Hali ayb topib olmaydigan darajada. So'ska razmerlari ham akalar to'r joyda, mana sog'ilishga o'sha udobniy. Yaxshi. Sigirimiz zo'r. Narxi ham zo'r qilaylik. Bittasidan. Jasurbek 32 million kami bor. 32 million kam bormi? Mana hozir. O'tib beramiz 32 ga. O'tib beramiz. Kami ko'p, telefon qilishib kelishamiz. Xo'p. Yeb yuvoshligi javob a? Javob hamma yo'g'iga. Hamma yo'g'iga. Bexijolat 100%. Esfayz. 32 bas bir. Bundan o'tib beramiz axir a? Videoda bitta o'taylik-chi. O'tib beramiz Jasurbek. Yaxshi aytyapsiz, lekin bitta videoda ham narx aytaylik. Hali bozordan arzon bo'lsin. Qani so'raychi Jasurbek. Lekin kelishtirib molga qarab so'raysizlar. Ko'p qo'yilmayapti-da ustiga. 31 ga o'tib berasizmi? 31 ga o'tib bering. Bo'ldi, bundan oldin meni gapim bo'ladi, endi sizning gapingiz bo'ladi. 31 million kami bor. Bor aka, 31 kam bor. Akalar, bunday edi, misol uchun juplab olsangiz, siz vodiydan bas, vohadan, Samarqand, Qoraqalpog'iston, Buxoro yoki Bozorodan joydan bo'lsangiz, misol juplab oladigan yoki ikkita uchta oladigan bo'lsangiz, dastavkasi yengil turoqcha shuni hisobiga yengiroq berishadi. Bitta olsangiz sal balandroq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'zi sigirlar o'zi parlaq oladigan ekan, sigirlar jup oladigan. Jup oladigan ekan. Shuni hisobiga 31 ga. Boringiz 30 million kami bor Jasurbek. Ana. Qancha? 30 gami? Ha, bo'g'oz kelgan bu. 18 dan bemalol olishyorsan. Ana akalar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Telefon qilaveringlar, sizlarniki bo'ladi sigir. Akalar, o'sha bo'g'ozimiz tug'gani. Tuqqan bo'g'ozimiz. Bolasi tug'ilganda ham videosi bor edi. Bundan oldingi sonlarimiz akalar. Rasta charchovdan chiqib, endi sizlarga ko'rsatmoqdamiz. Siz o'zi chetda Ha, tug'ilgani shatda edim buni. Bo'g'oz kelgan akalar. Orqalari juda ham baland, mol tekis, to'rson, sifati zo'r. O'sha bo'g'oz tug'ayotgan ham ishqibozlari bor edi, sotilmagandi. Akalar charchovdan chiqsin deb. Mana endi sizlarga ko'rsatyapmiz. Shutlari sinaldi-da Jasurbek. Bolasi nima edi buni? Unajim bolasi. Bolasi 10-cha. Birinchi qoringanmidi? Birinchi qorin 2 kurak. 2 kurak, birinchi qoringan. Bo'ylar 1.35, 1.35 atrofida plus minusga beraylik. Lekin mol bor-ku. Sifatiga ham e'tibor, oldin kalalar qora, orqasi qora, qorinlari ola. Noyob-da, rangi ham bir chiroyli, xunuk mol bas. Sifati zo'r. Yaxshi mol. Nech pul? Azbek aka. Bu endi savdo dehqonchilik-ku Jasurbek. Buni so'dirdik. To'g'riroq aytaman, 31 million kami bor. 31 kam bor. Suti qancha bo'ldi? Sinadingizmi sutini? Ha, sinadik buni. 14 ta sut berdi bu. 14 ta sut berdi, ha? Hali qo'shadi yana-da. Yana qo'shadi. 5 kun. 5 kun, 14 ta sut beradi. Birinchi qorin akalar, bu ikkinchi, uchinchilarga yana ochiladi, suyaklari yo'g'onlashadi, kattalashadi mol. Bu yelkalari kengayadi. Bu ko'rayotgan mollaringiz boshqa bo'ladi. Yana ikkinchi, uchinchi o'zlariga sutlari ham ko'payadi.
Hali yosh. Butun boshli kelajagi oldinda qozig'imda qartaman deganlarga buni tavsiya qilamiz. Bitta shaqa tanlantiring. Bitta shaqa ko'rsataylik. Buni qarangda tutamlari ham udobnida sog'ishga. To'g'ri bo'ladi. Hali birak mol bo'lsa, asadga bo'lib chiqmagan mollar. Zo'r mol. Aka, hech bo'l. 31 bas. 31 deysiz hozir. 31 million kami bor. Biz obunachilarga. Bizni ko'rayotgan akalarim, opalarimga. Shunaqa narx qo'yib sotingki, ertaga mahallasidan qo'shnilari, qarindoshlari kelib yana sigir olib ketsin. Klient bo'lishga. Klient bo'lishga. Bo'pti 500 ming kam berishsin jasida. 500 ming o'tib berasiz. 30 million 500 ming kami bor. Yana kami bor. Ana kerak. Ammo savdo qilish bo'lsin, bu dehqonchilik. Yaxshi gapirganga beraveramiz. 30 millionga ham beraverasiz. Unga o'tib beraverasiz. Ag'ini sir qilaylik endi. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Akalar, telefon qilaverlar. Mol yo'qsa bo'ldi-ya, bola. Mol yo'qsa, 10 millionmi, 5 million pulingiz bormi, telefon qilavering. Aytganimdan so'ragani aybi yo'q. Kam bo'lsa qo'shing deyiladi. Aha. Shunaqa. Avvalo mol yoqish kerak. Zo'r. Chiroyli mol ekan. Bu tuqqanday videosi ham bor, agar telefonda qolgan bo'lsa akalar, yangi tug'ilgan videosini ham sizlarga tashab ko'rsatib ketaman. Toza shvet, novvos bolali sigirlar akalar. Mana. Bolani qarang, bo'sh zo'r bergan. Buqacha. Ya'ni qornida bormi yo'qmi? Yonida bor 2 oylik bo'g'oz. Mashalloh. Akalar, yonida bola, qornida bola, shvedlardan. Surprizni jasida. Qolganidan sirasi foydaga ketar ekanda. Plyusga ketadi. Plyusga ketadi. Qornagi nechinchisi bo'ladi? Qornagi nechinchisi bo'ladi? 3-chi bo'ladi qolgan. 3-chisiga. Ikkinchi bolasi. U ikkinchi bolasi. Qancha suti bor? 15 litrga olasiz. 15 litrga. Ammo lekin mana bu rosa sutdan to'ydirishibdi-ya. Hmm. Yakalakan ketadimi? O'zinimi denimi? Ha. Kelsa ketaveradi. Kelsa ketaveradi. Bu qachon o'zini ishqozlari ham akalar. Bu Qirg'iziston shvedmi, o'zimizning mesni bilmadim, lekin quloqlari teshik bas ekan. Oq tumshu, oq quloq. Kicha qarib boqilganda narsa yaxshi boqsa vashim boshqacha mol bo'ladi. Dehqonni moli shunaqa bo'ladi, aka, yana qanaqa bo'ladi? Misol uchun Shu 6 kurak gapirdi. 6 kurak. Yo'q. bo'ylari 140 atrofida akalar, katta mol, kichkina mol emas. Kichkina mol emas. Zo'r. So'skalari to'g'ri joyda ekan, sut tomiridan qaranglar. Haqiqiy sut beradigan mol ekan, jonivor. Ha, bolasi emadi. Kimdir olib, kerak bas desa, qo'yib olsa yana. Ha? Ana, voy. Akalar, buni qaranglar. Katta ho'kiz emayapti. Rasonaga Tomlari ham yumshoq jasur. Aka, qancha sutga berasiz? 15 taga ol. 15 taga. Shu holatda. Ha. Narxlarni necha pul qo'yib beramiz? Narxi 38 million kam bor jasur. 38 kam. 40 million, 42 million bor. 35 million kam bor deyapsizmi? Yo'q. Ayting. Ha, shunaqa deng. Bozordan 38-39 sotildi bu qarar, bizda 38 million kam. Bo'pti 37 million kam bor. He, bo'pti 36 million kam bor. Qo'lingizni bering, men bir kelishtirib qo'yishlardi. Baqa bering qo'lingizni. 36 million berasiz. 36 dedim. 36 deysiz, Ha, bo'ldi. dedim. Arraqingiz ham. Mana 36 dedi ana. O'sha mana aytganim. 36 ga Jasur 36 ga. bering-da, xayri bor. Ha, bo'pti. Bor aka. Azbi akam bir adashdi, mana o'sha adashdi. Shunaqa qilmaydi. Akalar telefon bilan mana o'zini adin hisobini chiqaradiganlarni ko'rib olishi mumkin. Bu yana 2 oylik bo'g'oz deyapti, 15 ta sutga. Ko'raklari 6 ta, yosh mol. O'shani hisobini olinglar. Olsin mana toza shvet. Akalar, sizlarga bir yo'nalish, ha shuni o'zini masalan, yemiga tashab turib, buni 9 oylik qilsalaringiz, O'zi mol qirg'lik bo'lib. o'shaqa bo'ladi. Bolasi plyusga qolib ketadi. Bolasi shuncha plyusga qolib ketadi akalar. O'zimizni qarindoshli moli. 6 oy, Qo'yilgan garantiya bor. 6 oy, 7 oyda borib bolasimizni bepulga qoldirsalaringiz bo'ladi. Chiroyli qilib boqqanga. Mol zo'r. Sifat zo'r ekan. Akalar 4 burchak. O'sha aybi biroz hali yem yemagan. Chiroyli qilib yemasa molga tulashga kelib qolganda semirib qolgan. Xudo xolasa yaxshi, zo'r bo'lib qoladi bu ham. Hurmatli akalar, ayol kishilar qolgan sigirani sog'ishdi. Bir ikkitasini sizlarga yengil ko'rsatamiz va solgan sutlarni ko'rsatamiz. Mollar qiynalib ketmasin deb tezroq sog'ib yubordik. Shular. Yoshligi zo'r ekan Azbek aka. Vaqti zo'r. Tepsa bepul jasur. Hurmatli akalar, sigirlarimiz bir qator. Baylangan joylarni ko'rsataylik.
Yurishlar turishlar ma'lumotni berdik. Qaysi bir yoqsa ma'qul kelsa telefonlashib savdolashib olaverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas. Magazin narxi kami bor, savdo so'rana. Akalar shularni sog'ini katta paqalarda mana bir marib sog'ilyapti. Sigirlar seroq, kelaverasizlar, ko'raverasizlar. Savdosini qilib kelishtirib tushirib olaverasizlar. O'sha shvet emas. Buni ham o'zi sog'ishadi. Telefon qilishaversan aka. Telefon qilishib kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Gap.